Endi shablonni ko'rib o'tdik. Hozir men onlayn ta'lim, internet o'sha so'zlarni shunchaki e, qo'ydim. Bu mavzular ham ko'p keladigan mavzular hisoblanadi. Demak, o'shanga ham mos kelib ketaverar ekan bu shablon. Endi mana bu shu yil tushgan savolga buni qo'yib ko'ramiz. Demak, savolimiz qanaqa? Davo o'rinlari ila tedavi yöntemlari modern tibba alternativ olmalimidir? Savolimiz shu. Mana leyhina, alayhina mm, argumentlari bor. Biz ikkitasini tanlab, ana shu shablon asosida javob berishga harakat qilib ko'ramiz. Demak, mana savolni ko'rdik. Endi aytaylik, shablonni yodlaganmiz. Mavzuga qo'yib ko'ramiz. Mana shablonni qo'llaymiz ya'ni. Demak, mavzuni ko'rdik. Davo o'rinlari alternativ tip haqida ekan. Argumentlarni ko'rib turibmiz ekranda deylik. Endi shablonimizga qo'yamiz. Günümüzde doğa ürünleriyle tedavi yöntemleri konusu hem bireysel hem de toplumsal düzeyde önemli bir tartışma alanı oluşturmaktadır. Biz o'zimizdan qo'shgan joy faqat mana bu davo ürünleriyle tedavi yöntemleri bo'ldi. O'sha mavzuni parafraz qilib oldikda kirish qilyapmiz hozir, o'shani aytdik. Qolgan hammasi shablon. Keyingisi, özellikle son yıllarda alternatif tıp alanında yaşanan gelişmeler bu meselenin daha fazla gündeme gelmesine neden olmuştur. Biz qo'shganimiz faqat alternatif tıp bo'ldi. Endi kamuoyunda bu konuda farklı ve zaman zaman zıt görüşler bulunmaktadır. Bazı kişiler doğa ürünleriyle tedavi yöntemlerinin modern tıbba alternatif olması durumunun önemli avantajlar sağladığını savunurken, diğerleri bunun çeşitli riskler ve sınırlamalar barındırdığını ileri sürmektedir. Oldukça uzun, cebir derecesiga mos bo'lgan bir gap bu. Mana bu sariq bilan belgilangan joyi biz mavzu doirasida qo'shgan gapimiz, qolgan hammasi shablon. Demek, bu nedenle konuyu çok boyutlu bir perspektifle ele almak gerektiğini düşünüyorum. Ya da görüşle ele almak gerektiğini düşünüyorum. Ben şu yerda kirish bo'ldi. O'zimiz qo'shgan so'zlarimiz yoki so'z birikmalarimiz, jumlalarimiz kam yodlangan bo'lganligi uchun kirishni ham qisqa soniyalarda gapira olamiz. Demak, endi asosiy qismga argumentlarga o'tamiz. Demek, bağlaçı bilan boshlaymiz. Öncelikle olumlu yönlerine değinmek gerekirse birinchi lehini aytishimiz kerak-ku. Endi o'zimizdan qo'shamiz. Geleneksel bilgiye dayanması önemli bir avantaj olarak öne çıkmaktadır. Ya da bu yerda mm, neyin yuqorida mavzumiz, demak, alternativ tip ya da davo ürünleriyle tedavi deb qo'shsak bo'ladi bu yerga. Doğa ürünleriyle tedavinin geleneksel bilgiye dayanması önemli bir avantaj olarak öne çıkmaktadır. Yanayam to'liq bo'ladi. Bunun yanı sıra aynan şablonda qo'ygan bog'lovchimiz daha ekonomik olabilmektedir. Bireyler açısından cazip bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Buni ham o'zimiz qo'shyapmiz. Mavzu doirasida bizga berilgan argumentlar asosida. Ayrıca bazı durumlarda doğal çözümler destekleyici bir rol üstlanabilmektedir. Bu ham aynan o'sha berilgan argument asosida bo'ldi. Albatta buni vaqtni kontrol qilgan holatda so'z bilsak uzaytirishimiz mumkin. O'ta yandan, demek endi alayhini ikkinchi qismiga o'tyapmiz. O'ta yandan konunun bazı olumsuz yönleri de göz ardı edilmemelidir. Örneğin bilimsel kanıtları yetersizliği ciddi bir sorun işareti oluşturmaktadır. Buna ek olarak yan etki riski olması da önemli bir dezavantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Demek ki mana bu birinchi argument edi. Buna ek olarak ise ikkinchi argumentni biz mana bu yerda aytdik. Endi dolayısıyla bir natija gap aytishimiz kerak bo'ladi.
Dolayısıyla bilinçsiz kullanım çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Bu ham alayhine ya'ni dezavantaj gap hisoblanadi. Endi xulosa qismiga keldik. Ayni shablondagi kabi sonuç olarak doğa ürünleriyle tedavi yöntemleri meselesi çok yönlü bir değerlendirme gerektirmektedir. Biz qo'shganimiz mana bu sariqdagi. Buna göre burada en önemli nokta bilimsel denetim konusudur. Qo'shganimiz bilimsel denetim. Eğer uzman kontrolü sağlanırsa olumlu sonuçlar elde edilebilir. Demek uzman kontrolü biz qo'shgan so'z birikmamiz bo'ldi. Biz xulosada aynan aytgan fikrlarimizni biriga yon bosmasdan dengali, muvozanatli holda aytishimiz kerak. Mana birinchisini aytdik olumli deb, endi ikkinchi olumsiz alayhina qismini ham ana shu yerda bir xil yondashuv qo'llagan holatda aytishimiz kerak bo'ladi. Ancak mana kontrolsiz kullanım durumunda ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle konunun dikkatli ve kapsamlı bir şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir nechta iboralar qo'llangan, joyida qo'llangan, hech bir narsani buzmasdan. E, Ko'rganimizdek, shablon ayni mana shu mavzuga va uchinchi bo'limda keladigan ko'plab boshqa 80-90% mavzularga ham mos keladi. Yodlab qo'ysak foydadan xoli bo'lmaydi. Albatta, mos kelmagan hollar ham bo'lib qolishi mumkin. Unda yodlaganligimiz uchun o'zgartirishimiz oson bo'ladi. Ba'zi o'zgartirishlar bilan yanada shu shablonni qo'llashimiz mumkin. Bugungi darsimiz mana shu uchinchi bo'lim konuşma haqida edi. Keyingi darslarda görüşmek üzere.